Xo'p, o'rtoqlar, assalomu alaykum yana bir bor. Shu va shunga o'xshash savollar ko'p berishadi. Ya'ni ekodan tug'ilgan bola tabiiy boladay bo'ladimi? Yana o'zi eko qiladimi yoki ekodan tug'ilgan bola nechidir yil yashar ekan degan gaplarda. Nima siz ko'chaga chiqdingiz, mashina diqqat urib ketdi-da va o'lib qoldingiz. Bu sizni ekodan tug'ilganligingiz uchun bo'lmadi-ku. Bu peshonangizda yozilgan va ehtiyotsizligingiz tufayli. Tushundingizmi? Shu ehtiyotsizlik tufayli bo'ldi. Yoki mana hozir minglab farzandsiz oilalar bor. Bular eko orqali bo'lmagan, tabiiy bo'lgan bular. Ya'ni ekodan tug'ilgan bola keyinchalik eko orqali yana tug'ib anaqa farzandli bo'ladimi? Luiza Braun yoki men YouTube'da qo'yganman, Alessia Li, bular hammasi tabiiy ekodan keyingi tabiiy homiladorlik qilishgan, tug'ishgan, bitta ikkita o'g'il tug'ishgan. Ya'ni u ekoga bog'liq emas. Bu sizning naslingizga, nasabingizga, geningizga, urug'ingizga va otasi onasida nima tashuvchi holat bo'lsa, genlar bo'lsa, xuddi shu narsa onadan, otadan bolaga o'tadi. Umrini Alloh belgilaydi. Necha yil yashashi, qanaqa yashashi. Insonni ko'p bor takrorlaganman. Qanaqa yo'l bilan dunyoga kelgan emas, qanaqa inson bo'lib yashashi ko'proq muhim.